Inson hayotini, uning kundalik turmushi va salomatligini toza ichimlik suvsiz tasavvur etib bo'lmaydi. So'nggi yillarda mamlakatimizning eng chekka hududlarida ham aholini toza va xavfsiz ichimlik suv bilan ta'minlash borasida keng ko'lamli islohotlar jadal sur'atlarda amalga oshirilmoqda. Bu boradagi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida chekka qishloq va ovullar infratuzilmasini tubdan yaxshilash maqsadida tizimli loyihalar hayotga tatbiq etilib, ularning amaliy natijasi olis manzillarda ham yaqqol namoyon bo'lmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 25 dekabrdagi 2024-2026 yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida joylarda keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari olib borildi. Ushbu muhim hujjat asosida Amudaryo tumanida joylashgan Bo'stonma ovuli hududidagi Yo'ldosh O'rozboyev suv olish inshooti ham to'liq va zamonaviy talablar asosida rekonstruksiya qilindi. Loyiha doirasida mazkur hududda umumiy uzunligi 26,3 kilometrni tashkil etuvchi yangi ichimlik suv tarmoqlari tortib foydalanishga topshirildi. Ushbu ulkan sa'y-harakatlarning quvonchli natijasi o'laroq 300 ga yaqin xonadonlar o'z tarixida ilk bor markazlashgan toza ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Bu nafaqat infratuzilmaning yangilanishi, balki yuzlab odamlarning kundalik turmush tarzi yengillashib, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish sari tashlangan juda muhim qadam bo'ldi. Amudaryo rayoni Bo'stonma makon qurollar jini aymog'ida investitsiya dasturi tekarida ichimlik suv tarmoqlari tartibi bo'yicha o'rganuv жұмыстары olib borildi. O'rganuv davomida fuqarolardan shartnoma tekarida qamtiq olinganligi aniqlandi ham bu bo'yicha o'rlarda tushunlik жұмыстары olib borildi. Albatta, ichimlik suvi infratuzilmasini barpo etish bilan ish bitmaydi. Uning barqaror va uzluksiz ishlashini ta'minlash, iste'mol madaniyatini shakllantirish ham g'oyat dolzarb vazifadir. Shu maqsadda Qoraqalpog'iston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi hamda Qoraqalpoq suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tomonidan hamkorlikda tizimli nazorat va o'rganish ishlari olib borilmoqda. Yangidan suv tarmoqlari tortilgan hududlarda aholi va ta'minotchi o'rtasidagi shartnomaviy munosabatlarni qonuniy tartibga solish, fuqarolarni rasmiy xizmatlar bilan to'liq qamrab olish hamda to'lov intizomini mustahkamlash ishlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan 2026-yilning birinchi choragida inspeksiya mutaxassislari tomonidan Qoraqalpog'iston bo'ylab jami 16 ta mahallada uyma-uy yurib, xonadon-xonadon keng qamrovli o'rganish ishlari amalga oshirildi. Jarayon davomida aholiga ichimlik suvidan oqilona va tejab foydalanish, ko'rsatilayotgan xizmatlardan qonuniy asosda foydalanishning ahamiyati, shartnoma tuzish tartib-qoidalari, shuningdek davlat tomonidan berilayotgan mavjud imtiyoz va qulayliklar haqida batafsil tushuntirishlar berildi. O'rganishlar natijasida 42 ta iste'molchi bilan ichimlik suvi ta'minoti bo'yicha rasmiy shartnomalar imzolanishiga erishildi. Eng e'tiborli jihat shundaki, amalga oshirilgan majmuaviy ishlar natijasida 183 nafar aholi markazlashgan ichimlik suvi ta'minoti xizmati bilan rasman qamrab olindi. Ushbu raqamlar ortida inson omili, uning salomatligi va farovon turmushi mujassamdir. Bizlar shu Bo'stonma mahallasida turamiz. Vodoportning suvlari yaxshi, ichib o'tiribmiz, choylari dim yaxshi. Gap yo'q. Vaqtida kelib turibdi suvlar. Toza ichimlik suvining xonadonlarga kirib borishi fuqarolarning kundalik turmush sharoitini tubdan yaxshilab, sanitariya-gigiyena holatini talab darajasida ushlab turish, aholi salomatligini muhofaza qilish hamda hududda ekologik barqarorlikni ta'minlash borasida qo'yilgan eng mustahkam poydevor sanaladi. Zero kelgusida ham bu kabi amaliy ishlar izchil davom ettirilib, yangi loyihalar asosida yanada ko'proq aholi punktlarini markazlashgan ichimlik suv tarmoqlariga ulash maqsad qilingan. Xalqni rozi qilish, ularning yashash sharoitlarini yaxshilash yo'lida tashlanayotgan har bir qadam eng avvalo yurtimiz taraqqiyoti va kelajak avlodlarning sog'lom ulg'ayishi uchun xizmat qiladi. Davlat tomonidan bizlarga ichimlik suvlar tartib berildi, vaqtida og'ib turibdi, ichilishi yaxshi, suvimizda muammo yo'q. Shu vaqtida dim yaxshi og'ib turibdi. Bizlar bundan xursandmiz. Ichimlik suvini uyimizning, eshigimizning oldinacha tartilgan. Buning uchun vodoprovod xodimlariga rahmat aytamiz, kattakon.